Bugun sizlar bilan asalli massaj haqida gaplashamiz. Demak, asalli massaji organizmga juda ham ko'p foydalari bor. Grijalarni, tuzlarni asal bilan massaj qilgan payt shuni tortib olib, uni yo'q qilib oladigan narsa mana shu bo'ladi o'zi. Mana hozir mana shu bankaning ichidagi asal bilan qo'shilib chiqqan tuzlar bu akamiz bo'yindan mana shu tuzlarni olib tashladik hozir. Endi bular osteoxondrozdan, grijdan qutulib ketdi. Demak, sizlar har xil joyga sarson yurishlar umuman hojat yo'q. Kelinglar, bitta asalli massaj olasizlar. Qutulib ketasiz deydigan odamlar 100% mashinalik bo'ladi. Sizlarga yana ogohlantirib, buni sabablarini ham hozir videoda tushuntirib o'taman. Demak, asalli massaj umuman olganda massaj juda ham foydali. Massaj faqat organizmni qon aylanishini yaxshilaydi, muskullardagi, to'qimalardagi shamollashlarni chiqaradi. Ma'lum bir miqdorda osteoxondroz, grijlardagi qon aylanish yomonlashganligi tufayli bo'layotgan og'riqlarni kamaytirib, organizmga juda ham yaxshi yengillik bera oladi. Asalli massaj bo'lsa, asal juda ham bir kuchli qizdiruvchi modda bo'lganligi uchun asal tarkibida qizdirilganligini hisobiga tomirlarni kengaytiradi, qon aylanish yaxshilanadi va o'sha qizdirganligi uchun shamollashlar organizmdan ketadi. Shuning uchun asal bilan foydalanish juda ham zo'r. Ichki organlarga ham, o'sha bizlarning qovoqda, buyrakda bo'ladigan shamollashlarga, badandagi shamollashga juda ham zo'r foyda qiladi. Buni tan olamiz. Bunga hech kim qarshi emas biz. Juda ham zo'r, foydali narsa. Faqat hozir men aytgan narsa odamlarni aldash yaxshi emas. Asal bilan tuzini chiqarib olaman degan odamlar bilmadim, xohlasa ular bilan gaplashib o'rganamiz, qizig'i yo'q. Qanaqasi isbot dalilni qilib bera oladigan bo'lsa, bizga qizig'i yo'q, ko'rib o'rganamiz. Oldin ham aytganim bu haqda. Lekin men ham gapimni isbotini qilib bera olaman. Mana asal, oddiy asal magazinniki. Adashmasam 6-7 odam berib turibdi. Mana shu ahvol kelib qolgan. Tuzga o'xshab turibdi bu narsa. Demak, hozir biz toza asallar oladigan bo'lsak, keyingi videoda sizlarga o'sha probanimizni o'tkazib beraman men. Toza asalni olib, badanga emas, biron bir mana joyga ham yoki stolga ham, любой bitta joyga xuddi o'sha holatda ko'mani shapatilab urib chiqadigan bo'lsam, deylik 10 minutdan, 15 minutdan, yarim soatdan xullas bu shunaqa shakar ko'rinishi keladi. Umuman olib qaraganda shakar bilan tuzli ko'rinishi почти bir xil desa ham bo'ladi. Endi bizning sodda xalqimiz har doimgidek odamlarga tabiblarni buyuk shaman misolida ko'radi. Hammasi ishonadi. Bu degani hamma tabib boshqalarga men qarshi emasman. Именно shu gapni aytadigan odamlarga tegishli bu. Demak, asalli massaj qilamiz, foydasi bor, shamollashni oladi, organizmga yengillik bera oladi deb odamlarni chaqirib muolaja qilish juda ham foydali. Lekin aldash shu. U yana yetmaganiga yelkada tuzlarni olib tashlayman. O'zi badanda tuz bo'lmaydi. Faqat yuragimizda, o'tfaga tuzlar yig'ilishi mumkin. Badanning ustida mana qilganda g'itir-g'itir ovoz eshitiladi-da, odamga ham seziladi. Bu narsa tuz emas, bu muskul. Hammada bo'ladi. Ozg'inda ham, semizda ham qitir-qitir qiladigan ovoz eshitiladi. Bu muskul bo'ladi. Qachonki qon haddan tashqari quyilib ketsa, qon aylanishi yomonlangani uchun kapillar qon tomirlar sizlarga tushunishingiz uchun kapillar qon tomirlarni eng nozigi soch tolamizdan ham 50 barobar yuqoriroq bo'ladi. Shuning ichida qon odatda oqadi. Lekin bizning yashash sharoitimiz davomida qachondir vaqtlar kelib quyuq qonlar ishlab ajraladi tanadan. Deylik, adhod, o'lik qon u. O'lik qon ajraladi, kapillar qon tomirlari ichki tarafdan devorini to'ldirib, shlak bilan tomirni ichki qon yuradigan yo'lini toraytiradi. Shuni hisobiga qon yurish sekinlashganligi uchun achishadi, og'riydi, qiziydi, uvishadi, bosh og'riq, davleniya hammasiga sabab shu bo'ladi. Demak, u narsa tuz bo'lmaydi. Uni yo'qotish uchun yagona variant hijoma oldirish. Hijoma olgan odamlar buni juda ham zo'r biladi. Kommentarga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xuddi mana shu yelkada achishadigan og'riqlar bittada qolib ketadi. Qon bosimi hammasi zo'r bittada tushadi. Hijomada xullas o'sha kerak adhod qonni olib tashladi. Endi asal masalasiga kelsak, yana aytdim, boyagida juda bir buyuk odamlarimiz bor. Grijani ham asal bilan chiqarib tashlaveradigan. Grija asal bilan ham, salarka bilan ham, benzin bilan qilsa ham hech qachon chiqmaydi bu narsa. Grijani yo'qotish uchun faqat cho'zish kerak. Qaysi usul bilan qizig'i yo'q. Mashq qilib uyda cho'zasizmi, turnikka osilasizmi, qayergadir borib cho'zdirasizmi, farqi yo'q. Faqat cho'zsangizgina yo'qoladi. Demoqchi bo'lganim, mana bunaqangi odamlarga ishonib, o'zingizlarning vaqtinglarni, pulinglarni, yana o'zingizlarga bo'lgan ishonchni yo'qotishni to'xtatinglar. Oldin ko'riladi, nima gap, nima so'z, qanaqa. O'rganib chiqilishi kerak bu narsa. Shunaqa qilib, asalli massaj juda ham foydali. Faqat boyagidek grijani yo'qotish uchun
osteoxondrozni yo'qotish uchun bunaqa ma'ruzalarga qatnash umuman to'g'ri kelmaydi. Vaqtinchalik og'riq qoldirish uchun, qon aylantirish uchun qilinsa bo'ladi. Lekin undan 100% davo kuta olmaymiz. Endi bo'yin osteoxondroziga keladigan bo'lsak, nevropatolog borsangiz ham shunaqa bo'yin qotyapti, bosh og'riydi, qo'l og'riydi desa, bo'yinning tuzing bor ekan, osteoxondroz tuz. Ularning aytishi bo'yicha osteoxondroz bilan tuz bitta narsa bo'lib qolyapti-da. Boya aytgandek u tuz yo'q narsa. Osteoxondroz alohida tema. Osteoxondroz beldagi grijaga o'xshagan, xuddi bitta narsa, faqat grijani bolachasi. Belda ham grija boshlanayotgan paytda razmeri 3 mm gacha bo'lsa, uni oti osteoxondroz deb aytiladi. Bo'yinda endi 3 mm dan katta grija juda ham kamdan kam holatda kuzatiladi. Ko'p holatda 1,5, 2, 2,5 shunaqa bo'lganligi uchun bo'yinda ko'proq osteoxondroz kuzatiladi. Osteoxondrozni aniqlash uchun MRT qilinadi. MRTda o'zi yozib qo'ygan bo'ladi, katta qilib hech qaysi bir apparatda bo'yinda tuz bor ekan deb yozib chiqarib bermaydi. Xullas, osteoxondroz bilan grija faqat cho'zish bilan, faqat mashq bilan yaxshi bo'ladi. Xullas, bugungi temamiz faqat asal haqida bo'lganligi uchun mayli, ular haqida keyinchalik yana ma'lumot chiqarishga harakat qilamiz. Asalli masaj oson bo'ladi. Faqat boyagida aytilgan joylardan qochishlarni tavsiya beramiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Asalli masaj olgan bo'lsanglar, undagi bo'ladigan og'riq, achishishlarni his qilgan bo'lsanglar, bitta yozib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi videoda biz shu asalli eksperimentni o'tkazishga va'da beramiz. Kutib qolasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, salomat bo'lasizlar.